Assalomu alaykum, Kotyol kanalining hurmatli tomoshabinlari. Bugun Farg'ona viloyatidan, Kotyollar markazidan Surxondaryo viloyatiga Turkiyada ishlab chiqarilgan Fabian firmasining avtomatik bunkerlik 70 kilovatlik kotyolni 500 kvadratli zdaniya uchun mana dastavka qilib beryapmiz Farg'ona viloyatidan. 2026-yil 27-yanvar sanasiga narxi $3000 bo'ldi. Dastavka xizmati klient hisobidan bo'lyapti. Xudo xolasa, kimga shunaqa kotyollar kerak bo'lsa, sklatimizda hozir Turkiyada ishlab chiqarilgan avtomatik kotyollarda 200 kvadratdan 500 kvadratgacha mavjud. Bemalol aloqaga chiqib sotib olsalar ham bo'ladi. Xudo xolasa, nalichida sotuvda tayyor turibdi. 100 kvadratdan 200 kvadratgacha bo'lgan xonadon va zdaniyalarni qizdiradigan $2260 bo'lyapti. Batta mana 200 kvadratdan 350 kvadratgacha bo'lgan xonadon va zdaniyalar stadioni $2400 bo'lyapti. Mashinada 500 kvadratli bor. Bu narxini aytib ketdim. $3000 bo'lyapti. O'zini avtomatik paneli bor, bunkeri bor, 180 kg ko'mir oladigan, mana shu yerda yonadi. Polni atrofi izolyatsiya qilingan, primoy Turkiyadan kelgan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Biz manzil Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Tepadagi raqamlarga Telegramdan yozsalar, joyimiz lokatsiyasini tashlab beramiz. Bizda Turetskiy, Rossiyskiy o'zimiz ishlab chiqargan har xil 20 xildan ortiq ko'mirli kotyollar bor. Videoga like bosib, ko'mirli kotyol oqtarga tashlaga shu video jo'natib qo'yamiz.